Bo'ldi, bizni o'ldirayotgan narsa shu, boshqa narsa emas, boshqa narsa o'ldirmaydi. Yig'ishtiringlar. Shu kredit degan narsani eshitsam, tepa sochim tikka bo'ladi-da. Manaman deb yurgan biznesmenni ham sindiradigan o'sha kredit. Qarz. Odam bunchalik bo'lmaydi. Yana bilmadim, o'zingizni fikringizda qoldiring. Это не есть хорошо. Undan lutchi ishlash kerak, harakat qilish kerak, topishga harakat qilish kerak. Men bundan 4-5 yil oldin 180 million kredit olib, bir dunyo narsam kirib ketib, hamma yo'q uyim, moshinalarimgacha yutqizib qo'yganman-da, ahmoqlik qilganman. Hoy, kredit olma deydigan odam bo'lmagan. Ol, zo'r bo'ladi, maza qilib yeymiz, ishlatamiz. Ol. Zo'r bo'lib ketadi hayotimiz deb aldashgan yosh bola boshim bilan olib, kapangado bo'lganman-da. U kredit yaxshi narsa emasligini tushuntiringlar. Ey! Shanba bozor kunlari aksiya ketyapti. Tilla olish kerak, boshqa olish kerak, bilmayman. Tushunmayman. Onalar, sizlar farzandinglar boshqa davlatdan o'lib kelishidan hech to'ymadinglar-da. Yosh yigitlar, sizlar hech ko'zinglar ochilmadi-da shu mayda chutaga kredit olishdan. Uyda o'tirgan kelinchaklar, o'rtog'inglar deri bilan o'zinglar deringlarni solishtirib, baxtinglarga zavol olib kelayotganinglarni hech ko'zinglar ko'rmaydi. Qachongacha? Uyda yangi remont qilib berish kerak, akani ko'chirib qo'yish kerak, yana nima qilish kerak, yana ko'chadagi kreditlarni berish kerak, hamma narsani osib qo'yasizlar. Qazo qadaringlarga ishonmaysizlarmi? Peshinanglarga bitilmaganmi? Yo bu dunyoda vechni yashaysizlarmi? Menimcha hamma bir kun kelib o'ladi. O'lganimizdan keyin katta qurilgan 8 etajli qasr-u minib yurilgan Impala'ni nima keragi bor? Undan ko'ra hozir mazza qilib yoshlikda yashab, o'sha dunyoda bor mahallingizda Jigulingiz bormi, Nexia'ingiz bormi, Sparkingiz bormi, minib, o'sha kichkina kvadratli uyingizda yashashingiz qanaqa baxt. Masalan, men ham imkon qila olaman sizlarga o'xshab kredit qilib, Li 9ni ham olaman, kottejini ham olaman, lekin men bir umr yuragim ushlab, qachon kelishar ekan, uyimni torta olmasmikin deb yashash xohlamayman. Men kichkina kvadratli uyda yashayman. Boshim aylansa ketim urilib ketadi. Lekin tinch yashayman. Sizlar ham bo'ldi qilinglar, voy. Kredit sizni umringizni yeydi. Kredit sizni sindiradi. Kredit olgan kuningizdan boshlab momangiznikiga kirib ketganingiz shu bo'ladi. Ha, bu ribo. Bilmadim. Bilganinglarni qilinglar, kommentariyada sizlarni kutaman.